Offroad uchun eng kerakli 5 ta detalni bilasizmi? Birinchisi bu balonlar bo'ladi. AT balonlarimiz hamda MT balonlarimiz. AT balonlarimiz ko'pincha yengil offroadga mo'ljallangan, MT balonlarimiz jostki offroadga mo'ljallangan. Eng kerakli ikkinchi jihozlarimizdan biri lift komplekt bo'ladi. Bu o'zinikiga qaraganda ancha baquvvat hamda buni qo'yganingizdan keyin mashinani ko'tarib ham beradi. Uchinchi eng kerakli jihozlardan biri akalar lebyotka bo'ladi. Misol uchun cho'lga bordingiz, orolga bordingiz, botib qoldingiz, sizga yakir kerak bo'ladi, lebyotka ulab bemalol o'zingizni qutqarib olasiz. To'rtinchi eng kerakli jihozlardan biri temir bamper hamda tegidagi zashtkalar hisobida yuradi. Motor, korobka, razlatka, bak zashtkalar qilishingiz shart. Akalar, bu kompressor emas, bu deflyator. Offroadga chiqdinglar, baloninglarni kuchaytirishinglar kerak. Kalt qilib o'tirgandan ko'ra bundan foydalaninglar, mazza qilasizlar. Offroaddan chiqib bo'lib, tekis yo'lga chiqqaningizda sizlarga juda ham kompressor kerak bo'ladi. Kompressor 12 voltdan quvvatlanuvchi eng kerakli jihozlardan biri. Shunaqa qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'linglar hamda kuzatishda davom etinglar.